Qur'onni o'rganishlikda, Qur'onni o'qishlikda, Qur'on unga mashaqqat bo'lganlarga, o'rganishligida, Qur'onni o'rganishda mashaqqat chekadiganlarga, qiynaladiganlarga lahu ajron dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. U zotlar uchun ikkita ajr bor dedilar. Qaysi ajr u? Ikkita ajr dedilar. Aynan shunday ajrki, ajrul qiroati va ajrul mashaqqati dedilar. Diyat tatalanib qolsangiz, duduqlanib qolsangiz, bilingki, mana shuni o'ziga o'qiganingizni, mana shunaqa sekin o'qiganingizni o'ziga ajr bor ekan. Endi qiynaldingiz-ku. Deyolganingizcha deylik 3-4 marta o'qidingiz-ku. Allohga qasam sizga ajr bor. Balkim o'qiganingizga ajr bor, qiynalganingizga ham ajr bor ekan. Qur'on shunchalik bir ne'mat ekanda, qiynalishligini o'ziga Alloh taolo ajr berar ekan. Nega? Bu kalamulloh azizlar.